Chilonzor 26-kvartaldan yashashga tayyor 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Qaranglar, kirish eshigi. Mana bu yoqdan boshlaymiz. Birinchi xonasi detskiy, remontlari yaxshi. Remont qilinganiga 3 yil bo'lgan ekan. Mana bu spalnisi. Частичный mebel texnikalari qoladi. Mana bu 3-xonasi zal bo'ladi. Egalari mana shu divan kreslolarni shu gilamni olib ketamiz deyishyapti. Qolgan narsalar qolar ekan. Xo'p, bu yoqda sanuzel vannayalari razdelniy qilib qo'yilgan ekan, ko'rishingiz mumkin. 5 etajli g'ishli domni 2-etajda joylashgan, 70 kvadrat. Mana bu yerda kuxnya bo'ladi. Uchtepa tumanida joylashgan. Mana bu yerda balkon 2 ga 6 o'tiradigan joylar qilib qo'yishibdi. Arincha Uchtepa налоговыйdan shunday o'tgan yillarda yo'lli yuzli dom bo'ladi. Xo'p, tartibvoy emas. Atrofda bog'cha, maktab, magazinlar, korzinkalar 2 qadam bo'ladi. Xonadonimizni 88 ming baholaymiz. Yana ozgina savdolashadigan joylari bor. Pastda raqamni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.